1 gektar noturar joy sotilyapti. Oxo, o'zimga ham havasim kelib ketdi. Bu joy qayerda deysizlarmi? Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Qoramozor qishlog'ida joylashgan. Orientir keladigan bo'lsak, shunda fermani yonida. Maydonimiz juda ham keng, kottejni garadok qurasizlarmi? Dachniy poselikmi, bino inshoot ko'tarasizlarmi, zonno'diqmi, nima qilsanglar ham yarashaveradi bu joyimizga. Ko'rib turgan mana pastda suv oqib o'tayotgan joy Oqsoatda daryosi bo'ladi. U tepa tomonlarda Amirsoy tog'lari. Hujjatlardan muammo yo'q, takzi kommunikatsiyadan ham muammo yo'q, bitta kanalizatsiya yo'q ekan. Ko'rib turgan 6 kilovatli toklargacha o'tgan ekan. 300 metr pastlikda o'rta bosimli gaz turbasi ham o'tgan, ular o'sanglar bo'lar ekan. Egalari aytishi bo'yicha o'sha yerga transformator qo'yadigan bo'lsanglar, kuchlanish bemalol ishlab beradi, tok kuchi. Ana ko'rib turgan zaboringlar noturar yer maydonimizning oxirgi qismlari. Bu yoq tarafimizda fermer xo'jalik bino inshooti. Hozir oldi qismiga o'tamiz. Videoni uzmaymiz. Fermer xo'jalik bino inshootining oldi qismiga o'tdik. Chegara chamasi shu atroflardan bo'ladi. Hozir oldi qismini ko'rsamiz. Bu fermer xo'jaligimizning oldi qismi. Yerimiz chamasi shu atroflardan bo'linadi. Ko'rib turganinglar, eshik oldi qismi. Narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Bu videoni shunaqa katta yer maydon qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.